الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بمجده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين Parvardigor ko'ruvchisan, bilguvchisan, hikoya Rahmanur Rahim bo'yindasan. Parvardigor shunday muqaddas joy, muborak kunlar. Parvardigor qo'limizni ko'tarib duo qilyapti. Alloh taolani Allohning ijobatiga. Parvardigor o'zingning kalomingni axloq muhabbat bilan avvalidan oxirigacha o'qigan yaqinlarimizni yetkazgan bu xat bilan nihoyasiga yetkazgan Allohim o'zing dargohi ilohim hosil bo'lgan savob-samarotlar bilan Alloh payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, sahobalarga, Allohning baytlariga, ulamolarga va jamiy masjid odat bo'lgan hammalarimizni avlod ajdod tomonidan o'tgan umrlar boshlariga salom rahmat qilgan. Kalomingni Alloh muhabbat bilan o'qiganlar, ilmlarni ziyodatiga Parvardigor hayotlarini oxirlarigacha yillar Parvardigorga kalomingni tilovat yo'llarida silsilalarni qiyomatgacha Alloh qo'ymagan axloq muhabbat bilan sohib qilgan bizlardan Alloh qabul aylagan bu nihoyasini muborak joyda Arafotda turib yetkazgan Alloh qabul aylagan o'zing Rahmanur Rahim bo'lgan qasam Parvardigor o'rtada tinchligin mana shunday safar Alloh matli bo'layotgan safarlarda Alloh bizni avvalga kelgan o'zi xalqimizga, millatlarimizga baytini ishigini boshqa Parvardigor degan qiyomatgacha yopmagan Parvardigor hammalarimizni takror kelishlikka Alloh bizni nasib aylagan bugungi degan ziyoratlarimizni hammalarimizni qabul aylagan bu ziyoratlarni tashkillashtirganlarga Alloh qilayotgan xizmatlardan o'zi rozi bo'lgan o'tganlarni Alloh rahmatiga olgan umr hayotni duo beradi Alloh uzoq qilgan uzoq yil Allohning mehmonlariga xizmat qilishni Alloh ularga nasib aylagan sallallohu ta'ala ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi ya arhamar rohimin